So'nggi yillarda aholining turmush darajasi, maishiy sharoitini yanada yaxshilashga qaratilgan islohotlar ko'lami tobora ortib bormoqda. Buni viloyatimizning Bandixon tuman aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar misolida ko'rish mumkin. Batafsil hozirgi lavhamizda. O'tgan yillar mobaynida tumandagi 22 ta mahalladan 17 tasi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Aholining toza suv bilan ta'minlanganlik darajasi esa 43% ni tashkil qilgan xolos. Birdamlik va Zevar mahallalariga 2,6 kilometr ichimlik suvi quvurlari tortildi. Natijada ilk bor ichimlik suvi 82 ta xonadonga yetib bordi. Bundan tashqari 2 ta Xo'jayipok va Bandixon mahallalari hududida 1,2 kilometr yaroqsiz quvurlar yangisiga almashtirildi. To'palang suv ombori manbalari hisobidan Bandixon tumanida 7,5 kilometr ichki va magistral ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Ayni paytda tumanda 10 ming metr kub sig'imga ega suv saqlash inshooti bunyod etilyapti. Tez kunlarda aholimizga toza ichimlik suvi yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Tumanda 22 ta mahallamizdan 97% ichimlik suvi bilan ta'minlanish rejalashtirilgan va qo'shimcha obod turmush va Polvontosh mahallalariga 1000 kubalik rezervuar qurish ham ko'zda tutilgan. Shu tashabbus bilan 10 ming tonnalik rezervuarimiz ishga tushsa, tuman aholisi toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji qondirilgan bo'lardi. Hozirgi kunda Xo'jayipok tumanlararo magistral suv quvuridan Bandixon tumanida 11 ta suv to'plash inshootimiz mavjud. 11 ta suv to'plash inshootidan aholiga suv yetkazib bermoqdamiz. 10 ming tonnalik rezervuarimiz ishga tushgandan keyin aholiga 24 soat davomida toza ichimlik suvi yetkazib berish ko'zda tutilgan. Muxtasar aytganda, Bandixon tumanida aholini toza ichimlik suvi bilan kafolatli ta'minlash, yangi suv inshootlarini qurish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish, tizimga zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish orqali natijadorlikka erishish borasidagi amaliy harakatlar haqli ravishda odamlarning roziligiga sabab bo'lyapti. To'polondan kelayotgan suv deyarli 5-6% demasa singmasdan endi bog'lanishi bo'ladi. Bandixonga yetib kelayotir. Endi xalqimizning shu paytga aniq aytishimiz kerak, suvdan qiynalib kelardik. Mana bu yil ariqlar to'la suv. Bemalol xalqimiz hali birinchi ekimlarni yig'ishtirib olib, ikkinchi ekimlarni ham tarasiga tushayotir. 3 martalab hosil olish mumkin. Bu degani farovonlik yana oshaveradi, oilaviy byudjet baquvvat bo'laveradi. Prezidentimizdan minnatdormiz. Yangilanish va bunyodkorliklarning guvohi, ishtirokchisi bo'lish kishiga shubhasiz shukronalikni in'om etadi. Bandixonliklarning ham bugunidan ko'ngli to'q, ertangi kunga ishonchi baland.